Minecraft lekin men sujetniy van blok o'ynayman. Bu qanaqaligini hali bilmayman, lekin ko'rinib turibdi. Men bitta qanaqadir orollar va shunga o'xshash narsalar bor. Chang ochmayotgani uchun uzoqlar ko'rinmayapti. Agar chang ochiladigan qilsam, shader qotib, короче, o'ynab bo'lmaydigan darajaga kelib qolmaydi-ku. No, shunga yaqin bo'lib qoladi. O'shaning uchun biz boshlaymiz. Короче, bu kartani zo'rg'a topdim. Lucky blok orolida chiqib turar ekan va qolganlarida bloklar chiqar ekan. Вообще zo'r, menga yoqdi. Va buni ichida nima bor? Bu bizga kerak emas-ku. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bizda tezroq 70 mingta bo'lishimiz kerak va undan keyin 100 mingta bo'lamiz, undan keyin sekin-sekin ketaveradi. Va bu yoqda bizga kitob berilgan. Kitoblarda nima yozilgani umuman menga qiziq emas. Bu yoqda mashina sesi bo'lar ekan. Voy, bu superkarlar nimadirlar yana. No, menimcha bu ham bizga kerak emas. Keraksiz narsalarni biz nima qilishimizni yaxshi bilsanglar kerak. Xo'p, bular nimaligini bilmayman to'g'risi. Hozir ishlatib ko'ramiz. Men buni tashab bo'lmas ekan, prekin. Mayli, xo'p. Qachab tepaga qo'yib qo'ysa, yaxshi. Tepaga qo'yib qo'ysa bo'lar ekan, lekin tashab bo'lmas ekan. Xo'p, mana nima? Nima bu? Nima? Ishlatib bo'lmas ekan mana, lekin men bu bu xarita ekan. Короче, hamma joyda har xil narsalar bor. Okey. Menimcha ozgina tushundim. Sizlar videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizga tezroq 70 mingta bo'lishimiz kerak. Bu gapni ko'p aytaman, chunki 70 mingta bo'laylik tezroq. Odam zerikib ketdi-yu. No, like bosmaganlar ham like bosib qo'yinglar. Va yaqinda Toshkentda Gorilla Freestyle Battle bo'ldi, ko'rdinglar. Ko'pchilik ham keldi, men bilan ko'rishdi, rasmlarga tushdik, gaplashdik ozgina. O'sha ko'rganlar bo'lsa, ko'rishganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Biz bordik, tuda deb. Короче, nechinchi o'rinni oldim deb o'ylaysizlar, taxmin qilinglar, kommentariyaga yozinglar va men videoni o'rtalarida nechinchi o'rinni olganimni aytaman. Sizlar hozir taxmin qilib yozinglar. No, quromchiliklar boshqa narsalar bo'lmasa, просто taxmin nechinchi o'rinni oldim. Ular tushib ketdim. Menimcha kipini intarmas edi. Hozir просто tak narsalarim yo'q bo'lib ketadi. Qani? Ayo, yaxshi. Samanchi uchtording, mol yo'qol. Ketmayapti. Bolalar, qizlar va nihoyat so'qqa qiladigan paytinglar keldi. Agarda sizda Minecraft YouTube kanal bo'lsa va uni yurg'izish xohlamayotgan bo'lsangiz yoki pul topmoqchi bo'lsangiz, kanalingizni sotishingiz kerak. Sizda Minecraft yo'nalishidagi YouTube kanalingiz to'g'ri keladigan bo'lsa, normalniy summaga kanalingizni sotib olsangiz bo'ladi. Bunaqa vaziyatlarda men sizlarga Vegetani tavsiya qilaman. Chotki narxlarda va hech qanaqa aldovlarsiz kanalinglarni sotib oladilar va pullaringlarni ham tashab beradilar. Eslatib o'taman, YouTube kanallar shorts yo'nalishidan ko'tarilmagan bo'lishi kerak. Vegetani lichkalarini kommentariyadan topishinglar mumkin. O'tib kanalinglarni chotki narxlarga sotinglar. Qanaqa tushirorsa bo'ladi buni? Opa. Bo'ldi. Yaxshi, lekin tushmagani bir tomondan yaxshi, chunki o'ldirib go'shtlarni olamiz-da. Kechqurun pishirib yeymiz, lekin mayda-chuyda daraxtlarim вообще ko'payib ketdi bor-ku. Bularni jazosi faqatgina maydalanish. O'sha maydalab yo'q qilsak bo'ladi bularni, lekin bitta rangidan bersa yaxshi bo'lardi. Har xil rangidan bosib beraveradi, men bitta ortiqcha joy egallaydi, qaranglar mana. Просто shuncha joy egallab turibdi. Xo'p, buning ichida nima bor ekan? Bizga kitoblar kerak emas-ku. Kitoblarni nima qilamiz, to'g'rimi? Men bilan kerak bo'lishi mumkin, mayli olib qo'yamiz. Lekin kitoblar bizga kerak emas. O'shaning uchun kitoblarni Misrga otvoramiz. Misr, voy. Anu yasasi bo'lardi-yu. Mayli, xish bola qilmaydi. Короче, agarda sizlarga bu karta kerak bo'lsa, men Telegram mod kanalimda bo'ladi. Kommentariyada mod kanalimga silka bor. O'tinglar, kartani olib, kayf qilib, mazala qilib ishlatinglar. Xo'p, bularni olib bo'lgandan keyin biz, короче, oroldagi borgim kelyapti. Meni просто kovlab, men umrimni o'tkazorgim kelyapti. O'shaning uchun hozir ozgina kovlaymiz-da. Undan keyin anqara yana boshqacha rangli daraxtlar chiqyapti. Menga nima kerak bor bu daraxtlarni? Вообще bor-ku. Mayli. Qani? Uzoqlashtirsam bo'lar ekan. Qaranglar, mana katta qanaqadir orollar bor ekan. No, cho'ti bu karta menga yoqyapti, sizlarga yoqyaptimi yo'qmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. No, men uchun bu qiziq. To'g'rimi? Sizlar qatamlar, cho'chqa, haram. Bu qanaqa tushirorsa bo'lar ekan-a? Men buni kovlasa tusharmikan? Qani, ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz. Let's go. Shu qolmas ekan. Mayli, o'ldirishga majburmiz, o'ldirib yuboramiz. Undan keyin go'shini olib, go'shini Misrga tashlaymiz. Chunki kommentariyaga yozishadi, cho'chqa go'shi harom. Cho'chqa go'shini ham aniqladimi deb, короче, o'shaning uchun ham cho'chqa go'shini olmasak quloqimizda tinchroq bo'ladi. Opa. Bo'ldi, menimcha bloklarimizga yetib qolsa kerak. Bizda ancha-muncha bloklar bo'ldi, mayda-chuyda bo'lib ham ancha-muncha yig'ilib qoldi. Va men xohlayman qaysi tomonga borish. Men o'zi qaysi tomonga qarab turibman, tushunmayapman-da. Просто kelinglar, o'sha yerga boramiz. Let's go. Xo'p, bloklarni qo'yam. Men blok qo'ydim-ku. Voy, вообще o'zidan ketib qoldi-ku. Bunachilar вообще, Bu mazasini qochirish kerak просто. Hop. Mayli, bloklarni qo'yamiz. Men bloklarni qo'yib bo'lgunimcha sizlar videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bu men uchun katta motivatsiya.
videolar chiqishi uchun, короче, videolar chiqishiga sabab bo'ladi. Men normalniy prosmotr, normalniy like bo'lmasa, даже video ham chiqarmasligim mumkin, chunki уже Minecraftga qiziqish o'lyapti menda. O'lib qolmasligi uchun videolarni to'xtatib qo'ymasligim uchun like bosib obuna bo'linglar. Let's go. Sizlarni поддержкanglar meni yana Minecraftga qaytishimga sababchi bo'ladi. O'shaning uchun. Yerda qanaqadir daraxtlar o'sgan ekan. O'shaning uchun ham obuna bo'linglar, like bosinglar va kommentariyaga O'zbekislar let's go deb yozib qoldiringlar yoki Paksiylar let's go deb yozib qoldiringlar. Va nihoyat keldi. Mana mana shu tomonga endi sekin qo'yib olsak va narsalarni sekin lut qilishni boshlaymiz a. Nima bor bo'ldi o'zi? Vosh tushunmay qoldim. Mayli. Voy men qanaq voy vosh emas ekan-ku, xolisi tushiraveradi, xolisi ushab qoladi. Oq qildim, короче. Вообще o'zidan ketib qopti bratishga. Hozir qaranglar, hozir boramiz, ko'proq o'tdan ham bloklar olishimiz kerak, chunki to'g'rida men orol topdim qaraqadir. O'sha orolga borishimiz uchun biz mana yaqin ekan-ku, uncha uzoq emas, ozgina parkur qilishimiz kerak. Men nima gilammi deyman-da? Nima bu uchar gilammi? O'tirsa bo'larmikan unga? Davay, tekshirib ko'rishimiz kerak. Hozir ungacha ozgina bloklar. Yaxshi. Bizda temirlar va samolyotmi? O'tdi. Obunachi ko'rasizlar? Obunachilar? Mayo. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Endi biz uchamiz, ketdi. Mana mana shu tomonga edi. Let's go. Ko'rasizlarmi? Men tug'ma anomanku, uchuvchiman-ku, obunachilar. Tushma, uch. Bu yerda qanaqadir qo'ziqorinlar, obunachilar bizda sekin orolga. Nima balo bu? Demak, men buni o'ldirishim kerak. Shunaqami? Men buni o'ldirishim uchun menga normalroq aslahalar kerak, lekin menda balo ham yo'q-da. Obunachilar, sizlar uchun aytdim, bu sujetniy vamblok deb, sizlar uchun mana shu ajdarxoni o'ldirib beraman. Let's go. Bu menga nima temayapti? Opa. Temayotgandan foydalanib buni urib olishimiz kerak va urib olganimizdan keyin biza opa. Qaqochot. Voy baxki maymuncha. Men sen mazang qo'chiraman baxki. Nima qo'ymayapti bu? Qo'n bratishga. Olov o'tdi menga. Uka, o'zingga ketma. Mazang. Damn, bro. Are you stupid nigga? Mayo. Baxki. Qoravoy. Masa yerga qo'ying, ukam, yerga qo'ysang, prям mazang qo'chiraman, ko'rasan. Ozgina joni qoldi-da, obunachilar ko'rasizlar, qani. Qo'n, ukam, qanaqib jonim ketyapti meni? Qanaqib narsalar otib qo'ydi menga? Bo'ldi, men qaytayman. Menda spirga bor edi. Nima edi bu? Gilammidi? Qanaqib o'tirsak bo'ladi bu gilamga? O'tirib bo'lmasa keyin ketdi. Yana bitta samolyot chiqib berganda u borib olardi orolgacha. Lekin men samolyotim qattaligini ham bilmayman-da. Hozir men bu ajdar mazasini qo'chiraman. Menga normalroq narsalar tushsin-da. Shuni ham kiyinishimga. Qaranglar, buni ustimizga kiyib olamiz. Imamda musor-pusurlarni tashlab olishimiz kerak. Bu kerak emas. Bularga yaxshi kerak emas. Bular umuman menga kerak emas. Bular foydasi ham tegmaydi. Bular musor. Bu ham musor. Bu ovqatlanishimizga kerak. Buni tashlab bo'lmayapti. Qanday baxti kulgan, baxti zo'r bola mana. Xo'p, bizga bu kerak. Hozir ajdari prям ichak-chavog'ini sug'urib olamiz. Lekin menga ozgina samolyot yoki vertolyot kerak. Davay, yana bitta chiqib bersin. Biza borib anoni mazasini qo'chirib kelaylik. Bizga qachab yana bitta dona samolyot qo'yib ber, tashlab ber. Bitta samolyot, jalkami? Voy, vashi. Samolyot ber bitta. Bitta dona samolyot jalka bularga. Voy, Vardenni nevarasimi? Bu nima balo? Yo'qol Sassu. Vardenni o'g'li meni o'ldirgani keldimi bilmayman. Nima? Nima balolar tushyapti? Yangicha bir balolar bor. Bularni ishlatib ko'rishimiz kerak, obunachilar. Va kompyuter. Buni nima qilamiz? Tushunmayapman. Hop. O'tiradigan joy. Bular nima kerak menga? O'tirish kerak emas menga. Hozir menga samolyot kerak. Prям katta samolyot. Qara. Вообще keraksiz narsalar. Umuman olganda hech qaysi umuman kerak emas, umuman foydasi yo'q narsalar. Bo'lmasa ketdi, let's go. Короче, men ajdarni o'ldirishim kerak. O'ldirmaguncha tinchimayman deb o'tdim, lekin orolga borib olish uchun ham menga vaqt kerak. Obunachilar, men kuchli bo'lib qaytdim va men bu ajdarni mazasini qo'chiraman. Yaxki, qaquchsan? Voy krisi, bo'ldi, menda mana qala bor-ku. Men buni otsam balki o'lar. Hoppa.
Hoppa. Bunga yetib ham bormayapti. Menga ko'prog'i kerak ekan, demak 16 ta bor menda mana bitta. Hoppa, menimcha 16 ta yetib qoladi. Voy. Bu nima purkayotgan-ki? Olov purkayotgan ekan. Ozman bu. Maymun. Cheater. Hoppa. Voy, tushmayapti-ku. Mayli, qarochi bundan ozgina bekinishimiz kerak. Chunki bu prям chiqib qolsa mazamdan qochiradi. Bratishkalar, jimila. Men ajдар bilan urushgani keldim, sizlar bilan emas. Men просто ajdarni urib ketaman, bo'ldi. Всё, sizlar bilan ishim ham yo'q meni. Xo'p. Bu yoqda lucky blocklar bor ekan, uxlatamiz. Bu tomonda nima bor ekan? Ukam, borib adem bilan o'ynamasan, o'rtog'ing emasman. To'g'richa tushuntiryapman odam tilida. Tushunyapsanmi, ukalarim? Bor, yo'qollaring. Qara, men bu chustительность yaxshi emasligida yoqmaydi, borku. Bo'ldi menimcha. Bo'ldi. Xo'p. Bu yoqdan ham olamiz qolganlarini. Bo'ldi. Bizga boshqa qichib bola kerak emas menimcha. Bu yoqda ozgina lucky blocklar sindirib olamiz. Ajdarim ham bilan ishi ham yo'q. O'shandan foydalanib, men uxlasa bo'lmas ekan. Ajdar qaq ketib qoldi. Voy duh. Tuxiga o'tirib surdi qaqadir. Yo'qal maymun sifat bor, dadam bilan o'ynash. Qo'rdilaring bor-ku, men ajdarni o'ldirgani keldim, sizlar bilan o'ynagan emas. Ketdi obunachilar, biz boshqa orolga suramiz bo'lmasa. Men bu menga kerak emas, qo'yib ketdi. Qani, dragon qani? Mendan qo'rqqan obunachilar, poliboma mendan qo'rqib qochib ketdi qaqadir. Hop, bu yoqda askarlar bor ekan. Nima menga yordam bermading, maymun sifat? Narsa sotusi bo'lar ekan bundan. Mana nima? Olib qo'yamiz. 50 lira. Bo'ldi. Men nimaligini bilmayman, lekin yeb ko'rish kerak. Voy! Dragonmi? Menda yana bitta bor bunaqasidan. Lekin o'rgatsa bo'ladimi yo'q bilmayman obunachilar. Sujetniy dragon. Buni nima berib o'rgatsa bo'ladi? Nima? Просто spokойно men tushiraverar ekan. Hozir chiqaman, buni o'ldiraman. Menga alam qotgan samolyotim qolib ketdi naryoqda. Xo'p, mayli ketdi. Lekin menga yo'qotdi. Mayli. Xo'p, qaranglar, hozir cheat ishlatib boshqa orolga boramiz va boshqa orolda nima borligini ham ko'ramiz. Menimcha bu sizlarga qiziq. I'm a baby girl in a baby world deb yangi orolga keldik. Xo'p, bu yoqda nima bor? Yana lucky blocklar. Mayli, olib qo'yamiz. Ozgina buni tilib, bizga kerak bo'ladi baribir. Xo'p, bu ichida mana bu brat kutib turibdi. Menimcha bu brat meni o'ldirmoqchi. To'g'rimi, brat? Meni o'ldirasizmi? Yo'q. Bu brat bizga narsa sotyapti. Tatem olib qo'yamiz. Oltin olmachalar olib qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'p, qaysi tomonga yurishimiz kerak? Bu brat bizga yo'l ko'rsatmayapti. Davay, mana shu tomonga yuraveramiz. O'ylayman, bu yerda tuzoqlar yo'q. Agar tuzoq bo'lsa, mazamdan qochiradi, prям o'ldirib tashlaydi. Bu yerda qanaqadir katta ajdarmi, nimadir bor deb o'ylayman men. Balki rostdan ham nimadir bordir. Bu yerda ham lucky blocklarni ishlataveramiz, bizga kerak bo'laveradi. Bu jinnimi nima balo? Kim bu? Men shu bilan urushim kerak edi, to'g'ri? Men lekin urushga narsalarim yo'q, obunachilar. Davay ketdik, tavakkal deb bosh keldi ishadi. Let's go. Sizlar uchun urushyapman, ati urushmasin bu. Voy, transformator. Nima balo bu? Brat, temen iltimos. Temen menga brat. Menga temen, meni urmang brat. Men sizni uray, lekin qoch. Qara. Bo'ldi, qarochi. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar kommentariyaga yozinglar. Davay, tez tushib yozinglar. Obuna bo'lmagan qora voy bo'lib qolsin. Let's go.